أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa, başlamoqchi bo'lgan dersimiz bo'lsa, Usul-u Shashi namliq usul fiqh haqida yozilgan Nizamuddin Abu Ali Muhammad ibn Ahmad ibn Ishaq Ash-Shashi rahimahullah yozgan bizning Mavaraun Nahr taraflarida intayin mashhur bo'lgan Hindiston, Pokiston taraflaridami madrasalarda tadris o'qishliq kitobi qilib intayin qo'ldan qo'lga o'tib shundoq o'rgatilib o'qitilib kelgan mashhur kitob Usul-u Shashi nomli kitobimizdir. Biz endi bu kitobimizni boshlashdan burun har qanday bir fanning 10 xil mabda'i, 10 xil prinsipi boshlash nuqtasi bo'ladigan bir odam, har qanday bir odam o'quvchi bir qanday bir fanga qadam qo'yib kelmoqchi bo'lsa, shu qadam qo'yib kelishdan burun shu bilish muhim bo'lgan 10 xil mabda' bor. Ya'ni boshlanish nuqtasi, 10 xil qoida. Shuni bilish kerak. Shuni bilgandan keyin shu ilmga kelsa, shu ilmning nuqtasini, yugunini qo'lida tuta oladi va shu ilmni tushuna oladi, shu ilmdan foydalana oladi. Ammo shu 10 xil nuqtani yoki 10 xil nuqtaning ba'zisini bilmasdan kirib kelsa, o'zining nima ilm o'qiyotganini, nima deb o'qiyotganini, u ilmning nima foydasi borligini bilolmayla oxirga chiqib, oxirida hech qanday bir natijaga erisholmay qoladi. Shuning uchun har qanday bir ilmni o'qimoqchi bo'lganda bu ilmniki shu 10 xil prinsip, 10 xil qoida, shu mabda'larni bilish kerak va nima o'qiyotganligini bilib o'qish kerak. O'qiyotgan narsa ziyonli narsami, foydali narsami? Buning dalili qanday? Bu nima haqida to'xtaladi? Nima deydi bu bilim? Deganlarni bilganlik o'qish kerak. Hamda inna mabadi'a kulli ilmin 10 al-hadd wal-mawdu' was-samara ونسبته وفضله والوادع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف وبرواية نال الشرف. Yani her qanday ilmniki 10 xil mabda boshlanish nuqtasi bor. Birinchi bu ilmning ta'rifi. İkinci bu bilimning mavzusi. Üçüncü bu bilimning samarasi, natijasi. Dördüncü bu bilimning nisbati, boshqa bilimlarga nisbatan nisbati. Beshinchi bu bilimning fazilati. Altıncı bu bilimni o'tirib qo'ygan odam kim? Yettinchi bu ilmning ismi nima? Sakkizinchi bu ilm qayerdan kuch oladi? Oqibatli nima bu bilimning? Bu bilimga nisbatan shariatning hukmi nima? 9. Shariatning hukmi nima? Bu bilimga nisbatan shariat nima deydi? 10. Bu bilimning masalalari qanday? Masalalari nima? Masalalar so'tib turdi. Xo'sh, endi bo'lsa shularning hammasini bilgan eng yaxshi. Hammasini bilmagan odam buning ba'zisini bilsa-mu yana bo'ladi, kifoya qiladi. Agar hammani bilsa, bu ajoyib yuksak sharaflarga erishgan bo'ladi. Anda olsa biz bu qoida bo'yicha biz bu bilimniki shu mabda, bu prinsiplarniki ba'zilarini bir qismini so'zlab o'taydi. Hammasini emas. Biz birinchi qilib boshlamoqchi bo'lgan bu kitobimiz usul fiqh kitobi. Usul fiqh kitobi. Avvalan biz usul fiqh bilimi haqida to'xtalib o'tishimiz kerak. Undan keyin bu kitob haqida so'zlaymiz. Usulul fiqh degan nima? Avvalan usul fiqhning ta'rifi. Al-hadd degan ta'rif. Usul fiqh degan nima? Demak, ta'rif ikki xil bo'ladi bizda. Ta'rif ya ta'rif idofiy bo'ladi
ya ta'rif laqabi bo'ladi. Ya'ni ta'rif idofiy degan nima deganda, ta'rif idofiy degan, masalan, bizda Abdullah deb bir ism bor bizda. Abdullah. Abdullah degan ismniki ta'rif idofiysi boshqa, ta'rif laqabisi boshqa bo'ladi. Abdullah ismiga Abdullah degan nima degan javob kelsa, siz nima deganingizdan bu abd Allah degan ikki ismning ma'nosini so'ramoqchimi yoki Abdullah degan ikki ism birikkandan keyin bir narsaga ism bo'lib qo'yilgandan keyingi ma'nosini so'ramoqchimi deb so'rash kerak. Agar birinchisini so'ragan bo'lsa, buning ma'nosi abd degan ma'nosi banda degan bo'ladi. Allah degan ma'nosi alamun ala zati vacib el-vücud Teala. Abd degan ma'nosi nima degan bo'lgan? Banda degan bo'ladi. Allah degan ma'nosi ya'ni vacib el-vücud bo'lgan Alloh taolaning zoti qo'yilgan nima ismi alam, xos ism. Xo'sh, endi unda bo'lganda buni ikkisini birikkan ma'nosi Allohning bandasi degan bo'ldi ekan. Abdullah degan ma'nosi. Xo'sh, unda da ben bunu demek emasdi bu yerden. Bir falanining ismini demek istedim. Abdullah deb isim qo'yilgan bir adamni demek istedim degan bo'lib qolsa, unda bo'lsa Abdullah degan bir adamga qo'yilgan ism. U chaqda buni nima deymiz? Ta'rif laqabi deymiz. U chaqda idofiy, ya'ni abd degan ma'nosi nima, Allah degan ma'nosi nima deganga qaramaymiz u chaqda. U chaqda nima qaraymiz? Shu bir adamga, bir insonga qo'yilgan ism ekan bu deb qaraymiz. Hattoki Abdullah degan adam hatta kafir olsun mu? Allah Teala'nın tanımadığı adam olsun mu? Abdullah diye isim koyulsa, yani buluyu verirdi o. Anladın? Cahiliyet devrinde Abdullah diye isim koyulsun buluyu verirdi o. Ama bu isimdeki mani karşı cihette idafi manisi var, lakabi manisi var. Şunu demek için lazım. Usul fıkhi degen, bu ilmi usul fıkhi degen, bu ilimden mu ta'rif idafisi buludu. Zabet cihetten bulan tunuşturuluşu ve lakab yani xas isim birini ma'lum bir bilimga qo'yilgan xas isim cihetinden mu nimurdu tunuşturuluşu bu. Biz adı bilen izafet cihetdeki tunuşturuluşunu söyleyip bitimiz. İzafet cihetdeki tunuşturuluş olsa, hoş. Aldıben biz ilim degan söz. İlim. İlmu usul-i fıkh. İlim degan nima? İlim degan gap el-i'tiqadul jazimu el-mutabiqu lil-vaqi'. El-i'tiqadul jazimu el-mutabiqu lil-vaqi'. Yani ilim degan qanday narsa ilim deydi o? Desa, yani o'zi jazman bo'lgan va amaliyotga uyg'un bo'lgan bir e'tiqod. O'zi jazman, yani jazmlashgan va amaliyotga uyg'un bo'lgan bir e'tiqod ilm deb ataladi. Buni yaqin ham deb ataladi. Endi o'zi jazmlashgan bo'lmasa yoki amaliyotga uyg'un bo'lmasa, bu ilm bo'lmaydi. Jazmlashgan bo'lmasa, nima deb ataladi? Agar 50% yuqori bo'lsa, zon. Agar 50% tushib ketgan bo'lsa, shu shak. Anladın? Deb ataladi. Ba'zilar deydi, 50% bo'lsa, shak, 50% tushib ketgan vahm. 50% tushib ketgan vahm. 50% yuqori bo'lgani nima? Zon. 100% bo'lgunicha shuni ilm deb ataladi va al-i'tiqadul jazim al-mutabiq lil-vaqi'. Endi yana bir qilib tushundiganda bor, ilm degan nima? Ilm degan isbatu shay'i bi dalil. İsbatu shay'i bi dalil. Yani narsani shu narsaniki dalili bilan isbotlash. Har qanday bir ma'lumotni, har qanday bir ma'lumot bo'lsa, shu ma'lumotning haq va rost, to'g'ri, amaliyotga uyg'un ekanligiga ilmiy dalil bilan isbotlab ko'rsatilgan narsani deb ataladi, ilm deb ataladi. Xo'sh, buni tushungan bo'ldim. Endi usul degan so'z. Usuliyatga usulu mudaf, al-fiqhi mudaf ilayh. Shuma idofat jihatdan bo'lgan ma'lumot ta'rif idofiy deb qo'y. Usulu mudaf, al-fiqhi mudaf ilayh. Endi usul degan aslning ko'p shakli. Jam'u aslin. Usul degan nima? Aslning ko'p shakli, asldan. Asl degan nima? Ma yubna alayhi ghayru. Yani ma yabtani alayhi ghayru. Asl degan. Yani boshqasi uning ustiga qo'yiladigan narsa asl deb ataladi. Yani ul, asos, yildiz, tag
degan ma'nolar bor. Anda bo'lganda asl. Endi bizdeki bu asl ya hissi bo'ladi. Hissi. Degan gap ko'z bilan ko'rgili bo'ladigan, his bilan his qo'ldan tutqili bo'ladigan, quloqdan anglag'ili bo'ladigan, ya'ni besh xil his sezgi a'zolari bilan, sezgi a'zolarining biri bilan uni ko'rgili, purg'ili, tutqili, silg'ili bo'ladigan bunday bir narsa bo'ladi. Anda bo'lsa, masalan, uyning tigi, uyning uli bo'lgandek. Tam desek, tamning tigi, tamning uli. Uy tek ulning ustiga qo'yiladi. Xuddi birinchi qavat, ikkinchi qavat, birinchi qavatning ustiga qo'yilgandek. Birinchi qavat, ikkinchi qavatga nisbatan nima asl bo'ladi. Mana bu shuni nima ibtino hissiy deb ataladi. Ya bu asl nima bo'ladi? Hissiy bo'ladi, shu masalan uyga o'xshash. Yoki aqliy bo'ladi, aqliy. Ko'zimizda biraz ko'ngil olmaydi. Lekin aqlimizda bilgan bo'ladi. Ma bu aql bilan bo'lganda esa tarattubul hukm ala dalil. Aqli bo'lgani tarattubul hukm ala dalil. Ya'ni dalildan nimani hukmdan kelib chiqishi. Ya'ni dalilning ustiga hukmning qurilishi. İbtina'u al-hukm ala dalil. Dalildan iborat bir aslning ustiga hukmning qurilishi. Xo'sh, endi bu nima? Demak, bu e'tibor bilan asl degan narsa dalil degan gap bo'ladi. Dalil. Buni bildik. Aslında ma'nosi dalil degan bo'lgan. Endi al-fiqh. Fiqh degan nima? Fiqh degan lug'at ma'nosi tushunish, bilish degan gap. Fahmni, fiqh degan nima? Fahm. Bir narsani tushunish degan gap. Ma'rifat, bilish degan gap fiqh degan. Endi anda bo'lganda fiqh degan fiqhniki ta'rifi nima desa, Imom Azam Abu Hanifa rahimahulloh ta'riflagan fiqhning ta'rifi al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha va ma alayha. Bunun amalan ijod qilib qo'yamiz. Fiqh masalasiniki usul fiqh va fiqhning ususi bo'lish uchun ma'rifatun nafsi ma laha va ma alayha amalan. Anladım. Nafsiga nimaning foydali, nimaning ziyonli ekanligi, nima qilsa joiz bo'ladiganligini, nima qilsa harom bo'ladiganligini bilish, nima jihatdan, amal jihatdan. Nima amal endi, nima amal jihatdan deymiz deganda bizda dinda hukm shar'iy 3 xil bo'ladi. Bizda hukm qancha bo'ladi? Hukm aqliy, hukm adi, hukm shar'iy. Bizim medeniyet qilamiz hukm shar'iy, shariat hukmi. Endi shariat hukmi 3 xil bo'ladi. Biri shariat 3 xil jihatdan hukm qiladi. Biri e'tiqod jihatdan hukm qiladi. Allohdan boshqa ibodat qilmaslik, Alloh shirk keltirmasligini e'tiqod jihatdan hukm qiladi biri. Fiqh hukmi bu jihatga kirmaydi. Unuga usuluddin, aqida bilimlari kiradi. Endi ikkinchisi tabii ki kirmaydi desa alaqasi yo'q, alaqasi bor, tabii alaqasi bor. Ammo biz hozir ilmiy yo'l ustida bo'lgandan keyin fiqh hukmidagi fiqh degan davomli musulmon hukm qiladi avvalda. Fiqh musulmon hukm qilish uchun. Avvalan usuluddin bo'lish kerak, aqida bo'lish kerak. Buni aqida bilimidan o'rganamiz. Fiqh nimaga? İnsanların muomalat ishlari, ibodat ishlari, ijtimoiy turmushiga aralashadi. Shuning uchun buni nima deymiz? Birinchi e'tiqod ishlari keladi, shariat hukmi. İkincisi nima? Vijdoniyat keladi. Vijdoniyat degan, ya'ni insonning ichki axloqi, ichki dunyosi. Masalan, nafsini poklash, hasad qilmaslik, kibr qilmaslik, boshqalarga ko'rilmaslik qilmaslik, g'azablanmaslik, muloyim bo'lish degandek go'zal axloqlarga, nafsini tozalashga biz tasavvuf yo'llari tek masalan. Mana yo'llar haqida so'zladi, bu vijdoniyat deb ataladi. Bu ihson yo'li. Fiqh bunun ham kirmaydi. Üçüncüsü amel. Amel yani a'zolar bilan qilinadigan mali ve bedeni, beden bilan ve pul mal bilan qilinadigan amallar. Mana mushu fiqh mushuning orasida. Endi mana amalan deb qatqandan keyin ham bizda e'tiqodiyatlar nima chiqib ketadi? Vijdoniyat chiqib ketadi. Faqat amaliyat qoladi. Endi amaliyat qolsa xo'sh, buni so'radik endi. Nafsiga nima qilish joiz bo'ladi, nima qilish harom bo'ladi degan gap. Nafsi fiqh degan, nafsining nima qilsa joiz bo'ladiganligi va nima qilsa harom bo'ladiganligini bilish degan gap. Endi biz nafsiga
fiqh nima qilib to'xtaladi desa, fiqhda 6 xil hukm bor, umumiy hukmdir. Farz, vojib, sunnat, mustahab, mubah. Mungkin makruh, tanzihi, makruh tahrimi, haram. Qancha o'tazar? Farz, vojib, sunnat, mustahab, mubah, makruh, tanzihi, makruh tahrimi, haram. Bunlar qancha o'tdi? 8 dandan hukm paydo bo'ldi. Endi buni 6 ga qoldirib odamlar, 6 ga. Farzlar vojibni 1 deb sanaydi. Farzlar vojib 1, vojib deb ataydi. Sunnatlar mustahab 1 nadib deb ataydi. Sunnatlar mustahab nadib deb ataydi. Shunlar qanchaga qoldi? 6 ga qoldi. Ikkisini yaysak 2 ga ko'paydi, yig'saqchi 6 ga qoladi. Endi bu shu shariat qil, qilma deb 2 ga bo'lgan deyishni. Qil, fi'l. Qilma, tark. Endi bu shu ma'rifat nafsi malaha va ma'alaha deganni bilamiz. Nafs nimani qilish joiz, nimani qilmaslik, nimani qilish harom. Nimani qilmaslik joiz, nimani qilmaslik harom. Degan mushni bilish degan bo'ladi. Unda o'g'anda biz usul fiqhni bilish uchun chuqur dalillar hukmini bilib bilishimiz kerak. Dalil hukmini. Nafsiga o'g'anda nimani qilish joiz deganda, nafsiga farzni qilish joiz. Vojibni qilish joiz. Sunnatni qilish joiz. Mustahabni qilish joiz. Mubahni qilish joiz. Makruh tanzihini qilib selish, ammo o'z o'laqanda joiz. Qancha bo'ldi? 6 ni qilish joiz. Endi qilmaslik jihatini o'tgan nafsiga, masalan, sunnatni zuriyat deb qilganda tark etish joiz. Mustahabni tark etish joiz. Mubahni tark etish joiz. Makruh tanzihini tark etish albatta joiz. Makruh tahrimni tark etish joiz. Haromni tark etish joiz. Demak, 6 bo'ldi. Bularni tark etish joiz bo'ldi. Endi harom bo'lgan Allah desa, nafsiga qilish harom bo'lgan narsa, makruh tahrimni qilish harom. Haromni qilish harom. Vojibni tark etish harom. Shuni tushundingmi? Endi mushlar ma'rifat nafs malaha va ma'alaha degan ma'nosi shu. Mushlarni qilish. Xo'sh. Endi unda biz usul fiqh deganni hozir biz nimasi bilgan bo'ldik? Ta'rif idofisini bilgan bo'ldik. Endi biz usul fiqhniki ta'rif laqabisini so'zlab o'tamiz. Usul fiqhning ta'rif laqabisi degan nima desa, ya'ni al-ilmu ta'rif laqabi lil usul bi ilm usul fiqh, ya'ni al-ilmu bil qawaid allati yutawassalu biha ila al-fiqh tawassulan qariban ala wajhi at-tahqiq. Ma'u eng mu'tabar bo'lgan ta'riflarning biri. Usul fiqh, ilm usul fiqhniki har mazhab o'ziga qarata ta'rif qiladi. Lekin eng mu'tabar bo'lgan bizniki Hanafi mazhabimizda tahqiqlangan, muhaqqiq bo'lgan, mu'tabar bo'lgan ta'riflarning biri ilm usul fiqhning ta'rif laqabisining biri qolsa, bu bo'lsa, ya'ni al-ilmu bil qawaid allati yutawassalu biha ila al-fiqh tawassulan qariban ala wajhi at-tahqiq. Ya'ni u usul fiqh ilmi degan nima desa, usul fiqh ilmi degan ya'ni fiqhga yaqindan %100 tahqiq bilan yetkilib bo'ladigan qoidalarni bilish degan bo'ldi. Ilmu usul fiqh degan, ilmu usul fiqh degan fiqhga yaqindan tahqiq bilan degan bunda shak yo'q. %100 yetkilib bo'ladigan fiqhga fiqhning hukmlariga yaqindan, yiroqdan emas, yaqindan %100 yetkilib bo'ladigan qoidalarni bilish degan bo'ldi ilmu usul fiqh. Endi bu yerda biz hozir biz bu ta'rifni biraz qisqacha yechib o'tib ketamiz. Bu yerdagi al-ilmu bil qawaid. Qawaid deganimiz ya'ni hammasi nima? Qadiya kulliya. Qawaid deganimiz qadiya kulliya. Ilmu usul fiqhida biz qadiya juz'iyya haqida to'xtalmaymiz. Hammasi qadiya kulliya. Eng diqqat qilish kerak bu shu. Usul fiqh bilimi to'xtamay qadiya juz'iyya haqida so'zlaydi. Ya'ni xos ishlar haqida. Ammo usul fiqh bilimi uchun doim qadiya kulliya. Ya'ni
umumiy masalalar haqida so'zlaydi. Masalan, usulshunos. Shunda Alloh taolaning kitobi Qur'oni Karimga qaraydi. Qarab Qur'oni Karimda aqimus solah va atuz zakah va as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma degandek hamma oyatlardan qarab va hadislar qarab va arab tili nuqtasidan qarab turib, demak amr siyg'isi, Qur'oni Karimda kelgan amr siyg'isi mutlaq amr vujubni ifodalaydigan. Al-amru lil vujub degan umumiy bir yakunni chiqarildi. Ya'ni usuliy nima demaydi? Alloh taolo aqimus solat dedi, shuning uchun namoz o'qish farz bo'ldi deb bunda demaydi. Usuliy bunda juz'iyatlarga, xususiyatlarga kirmaydi. Balki u umumiy so'zlaydi. Umumiy nuqtadan so'zlaydi. Ya'ni shu Alloh taoloniki Qur'on Karimdagi amr mutlaqlar hammasi vojibni ifodalaydi degan bir nuqtani o'tirib qo'ydi. Ambiyadagi usulidagi qarshidagi amr degani amr siyg'asi, siyg'atul amr nima bo'ladi? Usulga nisbatan dalil bo'ladi. Lil vujub degani-chi usulga nisbatan hukm bo'ladi. Demak, usuliniki dalili nima? Umumiy, ijmoliy. Hukmi nima? Ijmoliy. Xususiy emas. Ammo lekin faqih-chi. Faqih desa, faqih kelib usuliy qo'yib qo'ygan qoida bo'yicha shunda qarasa Alloh taolo Qur'oni Karim degandek aqimus solah debdi. Aqimus solah degani anda olgandagi namoz o'qish farzga, vojibgan, farzga degan hukmni namoz degan bir gapni bizga o'tirib qo'ydi. Namozning farzligi degan bir hukmni o'tirib qo'ydi. Bu xususiy bo'ldi. Undan o'g'irlik qilish harom ekan, o'g'rining qo'lini kesish farz ekan degan hukm chiqdi. Zakat berish farz ekan degan hukm chiqdi. Demak, hamma xususiy masalalar aylanadi. Ma'u faqihning nimasi? Majburiyati. Faqihning ishi ma'u. Usulining ishi ahu. Demak, biz bu yerdan qavoid degan gaplarni nima dedik? Bu umumiy ishlar ekan ma'u. Usul fiqh umumiy jihatni so'zlaydi ekan degani bu. Undan keyin bu qavoid nima uchun qaziyat tavassuli biha ila fiqh. Bu orqali nima uchun qo'yilgan fiqhiyat keli bo'ladi. Fiqhiyat keli bo'ladi deganliklar biz ikki xil ma'noni tushuna olamiz. Birinchi, bu usul fiqh degan bu yerdagi bu ilm asli maqsudim bizat emas ekan. Bu bilim maqsudim bizat emas ekan, balki bu nima ekan? Vasila ekan. Ya'ni biz bu bilim orqali nimaga yetadiganmiz? Ya'ni fiqhga yetadiganmiz. Anda bu yerdagi asl nima ekan? Maqsudim bizat fiqh ekan. Lekin usul fiqhcho vasila ekan deymiz. Endi nima uchun anladi? Bu anda olganda usul fiqh degan muhim emas javobi yo'q. Bu intayin muhim. Nima uchun? Bir narsaga bizda bir qoida bor. Bir narsaga yetish uchun shu narsani o'tmay yetkil bo'lmaydigan narsa, shu narsa o'qish hukmini oladi. Fiqh qanchalik shariatda o'rinda turgan bo'lsa, shariatda usul fiqh shunchalik shariat nima shariatlik o'rinda tutadi. Nimishqa biz shu usul fiqh orqali shu fiqhni hukmiga yetalaymiz. To'g'ri hukmiga yetalaymiz. Agar usul fiqhni qo'llanmay hukmga yetdik deganda bir qatim to'g'ri hukm olsak, yana bir qatim xatolashimiz. Uch xatolashimiz. Shuning uchun bu usul fiqh degan necha minglagan mujtahid olimlarniki biz ko'rsatmagan bir nima chizib qo'ygan chekyoz yo'l. Mush yo'l bo'yicha men odam xotirjam mangadi. Anladin? Al-mujarrab la yujarrab deydi arab tilida gap bor. Al-mujarrab la yujarrab. Nimishqa ya'ni bunda 5 yildan ko'p ish o'tgan odam yana bir qatim xatoga tushib qolmaydi. Sinalgan narsa yana bir qatim sinalmaydi. Masalan, eshak desakmi deysiz, bir qatim karakter parchasi bo'lib ketgan bo'lsa, eshak ikkinchi qatim bu karakter kelmaydi eshak. Nimishqa yana parcha qilsa bu ketadi yerga. Shunchalik gap. Endi necha minglagan mujtahid ulamolar biz to'xtatib qo'ygan bu yo'l eng xotirjam yo'l. Demak, buni biz bildik. Usul fiqh bilimi degan nima emas ekan? Maqsudim bizat emas, balki vasila ekanligini bildik. Yana biri bu usul fiqh bilimini o'tirib qo'yish uchun, shuni yetish uchun chuqur mujtahid bo'lish kerak degan gap. Bu kelganda bilinmaydi endi. Mujtahid shuni ugunib rasmiy o'tirib qo'ygandan keyin anda o'tirib qoladi buni. Bizlarchi deganda muqaddidlar shu bo'yicha mangadi. Shu ko'rsatib qo'ygan tushunimiz, o'z oldimizga qo'ymaymiz.
degan gap. Endi tavassulan qarib dedim edi. Tavassulan qarib. Nima uchun tavassulan qarib deydi u? Yaqindan yetish degan gap desa, tavassulan qarib degan gapdan nima murod desa, ya'ni buni boshqa prinsiplar masalan mabadi arabiyya, ilmun nahv, ilmul lugha, masalan ilmu al-fasaha, al-balagha, ilmul balagha degandek bilimlar buni chiqarib o'tadi. Va ilmul kalam, aqida bilimlari degandek masalan. Degan bu bilimlarni chiqarib o'tadi tavassulan qarib. Bu usul fiqhdan biz uzunlam fiqh yetalaymiz. Nima agar usul fiqh bo'yicha emasak, bu biz usul fiqh shunaslar asli arabcha, ilmul kalam, aqida bilimi, lug'at bilimi, nahv bilimi hammani izlab shularning javrini olib bu bilimni o'tirib qo'ygan. Qo'ygandan keyin bizniki va usul fiqhni bilsak, alohida nima ilm fasad balog'at bilimiga berishimiz ketmaydi. Aqida bilimiga berishimiz ketmaydi. Bu aslida shu bilimni ola olamiz. Bu tavassul qarib. Chunki buni o'tirib qo'yganlar shularni hammani istiqro qilish orqali o'tirib qo'ygan. Endi buni bildik. Endi yana ala vajhi tahqiq degan gapni nima bilamiz desa, ya'ni bundan yuhtaraz bihi an ilmi al-khilaf wal jadal. Ala vajhi tahqiq degan mavqeit bilan nimani chiqarib o'tamiz desa, bizda ilmul xilaf va jadal deb ilm bor. Bu ilmul munozara deydigan. Ma ilmlar ilm usul fiqh degandan nima chiqarib vajhi tahqiq aytdi desa, ilmul xilaf va jadaldan chiqarib o'tish uchun qo'yilgan vajhi tahqiq deganlar. Nima uchun desa, chunki ilmul xilaf va jadal degan gerçi o fiqhga ilib boradigan qoida prinsiplari bor. Ilmul xilaf va jadalning u fiqhga ilib boradigan qoida prinsiplari bor. Ammo ala vajhi tahqiq emas. Yani tahqiqdan gap 100% muhakkak tahqiq qilib ketmaymiz. Nima ish qilsa? Chunki ilmul jadalniki g'arzi nima, g'oyasi nima desa, ilzamul xasm. Raqibni, qarshi tarafni shuklash, qarshi tarafning og'zini itish. Bundan maqsad. Lekin ilm usul fiqhida ununda bir qarshi tarafniki og'zini itish, qarshi taraf bilan jidallashish degan gap yo'q. Bununda faqat fiqhga yetish. Bununda udul maqsad nima? Fiqhga yetishdan maqsad qilingan. Uni bilan yani haq nima bo'lsa, shuni qabul qilgan gap. Ma'lumda. Buni ilm xilaf jadal buni tushunishim kerakmaydi. Shuning uchun ala vajhi tahqiq degan gap. Endi bu biraz degan shu ta'rifni Sadrush Shari'a rahimahulloh qilgan ta'rif. Va ta'rif Sadrush Shari'a rahimahullohning ta'rifi. Bu eng oxirgi eng tahqiqlangan va hammalar shu ustiga jam bo'lgan Hanafi mazhabiga jam bo'lgan bir ta'rif. Va bir nima bir ta'rif hamdir. Endi yana boshqa ta'riflar ham bor. Buni qisqacha so'zlab o'tib ketaman. Masalan, ta'rif ilm usul fiqhidagi ta'rif laqabi so'zlaymiz, ta'rif laqabi. والعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العملية عن الأدلة الشرعية. بهم مشهور. يعني أملك آية بوغان شريعة دليلlerden أملك آية بوغان hükümlerini elip çıkışqa elip bardan kaidelerni bilirsen. Yani okuşup kaldı yani yakın. Anladın? Bunun kelimesi köp farkı yok. Yakın hem de biz nima dedik? Mabda başlaganda ta'rif dedik deb bo'lgan. Endi ta'rif tugadi. Ta'rif tugadi. Endi bizga bu yerda mavzu. Al-hadd wal mawdu' thumma thamara dedikmi? Mavzu. Ilm usul fiqhning mavzusi nima? Ilm usul fiqhning majalul bahs. Nima haqida tadqiqot qilib bordi? Nima haqida so'zlaydi? Nimaga gapni qilib desa, buningki tadqiqot doirasi الأدلة والأحكام وما يتعلق بهما. الأدلة والأحكام وما يتعلق بهما. يعني دليل وحكم وش كسر الله قدر بغنا مثلا. مثلا الأمر للوجوب. الأمر للوجوب تسا أمر مشاهدة مع الدليل. وجوب تكنتو حكم. الأمر للوجوب. ما دليل حكم. يعني usul fiqh dalil haqida so'zlaydi va hukm haqida so'zlaydi. Va ikkisiga aloqador bo'ladigan bu ikkisi aloqador bo'ladigan narsa haqida so'zlaydi. Masalan, bizda bor dalil, hukm, mahkumun bihi, mahkumun alayhi. Bular haqida so'zlaydi. Mukallaf. Ya'ni mukallaf haqida so'zlaydi va
mukallaf teklif qilingan ish haqida mı so'zlaydi va shu hukm haqida mı so'zlaydi va dalil haqida mı so'zlaydi. Mesela xos, Qur'on Karimda degan xos desak nima? Dalil. Qat'iyyun desak-chi hukm. Bildik-mi? Buni endi yeni bir mavzusini yeni bir xil deganlar bor bo'lsa al-adillatu shar'iyya min haythu isaluha ila al-ahkam al-amaliyya. Ya'ni ilm usul fiqh ilminiki mavzusi tadqiqotlari ya'ni shar'iy dalillar. Qaysi jihatdan desa amalga oid bo'lgan hukmlarga yetkazish jihatdan, ilm bil jihatdan deydi. Unda desam bo'ladi. Endi summa samara dedik, ma samara. Neticesi nima? Bu bilimni chiqargan natija nima? G'oyasi nima? Samara degani yeni bir atılışı g'oya deb atıladi. Bu ilm usul fiqhning nima natijaga erishimiz desa, bunun kelib chiqargan natija ma'rifatul ahkamil amaliyya min al-adillati shar'iyya ve tamakkunu min istinbatiha minha. Yani şeriat delillerinden amalga bo'lgan hukmlarni bilish va shu shariatning dalillaridan shu hukmlarni ilishni bilish. Bundan natijaga kelib chiqadi. Yani abdan usul fiqhni rasmiy o'rgangan odamlar agar Shafiy masalan mutakallimlarning usul fiqhini o'rganganlar bevosita shu usul fiqh qoidasi bo'yicha nima qila oladi? Qur'oni Karimda hukm elay oladi. Bevosita. Lekin Hanafiylar desa, Hanafiylar bevosita olmaydi, lekin shu o'ziniki mujtahid imomlarning falon hukmni qaysi dalildan olganligini biladi. Ma hukmni ma dalilga tayanib turib aytgan. Ma hukmni ma dalilga tayanib turib aytgan deganda %100 tahqiq, alavajid tahqiq. Yani tahqiq yo'lidan biridan da chek yo'lidan emas. Shuna bunda batadi, muhaqqiq deb ataladi. Yani bu mujtahid deb atalmasa, bu nima deb ataladi? Muqallidlik bobidan chiqib, muhaqqiqlik bobiga chiqadi. Yani nimadan? Muqallidlikdan muhaqqiqlik darajasiga ko'tariladi. Haydisi bu shu. Usul fiqhini bizda Hanafi mazhabida usul fiqhini kamil o'qigan nimaga daraja ko'tariladi? Kamil o'qib, shuni furuqa tatbiq qila olgan odam muhaqqiq deb ataladi. Ammo Shafiy usulida usul fiqhini kamil mukammal o'rganib tatbiq qilgan odam mujtahid bo'ladi. Mujtahid bo'la oladi. Ya'ni o'z oldiga hukm chiqara oladi. Ham tabiiyki biz hozir mushu hukmlarimiz endi biz bunda deganlik bizning gapimiz nisbiy gap, nisbiy. Bir odam Hanafiy usul fiqhini rasmiy mukammal, kamil mukammal o'qib hammani usullarni, furuqlarni tatbiqlashni o'rgangan bo'lsa, buni biz muhaqqiq dedik. Ammo shuningga tayanib turib, yengida chiqqan masalalarga hukm qila oladi. Yengida paydo bo'lgan masalalarga, hukm qilishiga biz nima uchun mujtahid demaymiz desa, chunki bu bizning oldidagi masalalarga tayanib turib qilganlik uchun haqancha o'z oldiga, garchi bu o'z oldiga ijtihod qilib hukm chiqargandek ko'rinsa-mu, natijada bu nimaga tava bo'ladi? İlgili mujtahid imomlar tava bo'lganlik uchun buni biz muhaqqiq deymiz, ammo mujtahid demaymiz. Ammo bir jihatdan mujtahid hisoblanadi. Hamda ammo shundagi Shafiylar desa, u bevosita mujtahid bo'la oladi. Xo'sh, endi biz buni tushungan bo'ldik. Bu bilimdagi nisbati endi. Anladın? Ve nisbatun dedik. Yani bu bilimning nisbati. Yani bu bilim o'zining g'ayriga nisbatan qandoq? Ilm degan ya nima bo'ladi? Vasila bo'ladi ya maqsudun bizzat bo'ladi. Ya asl bo'ladi ya farq bo'ladi. Bu bilim endi usuluddinga nisbatan usuluddin aqida bilimining nimasi bu? Far'i. Aqida bilimining far'i. Fiqh bilimining asli. Fiqhga nisbatan asl. Aqidaga nisbatan farq. Manda jihatdan bir tunushtirish. Endi lekin bizni fiqhga ilib bil jihatdan qarasak, yana bir e'tibor jihatdan qarasak, bizni fiqhga ilib bil jihatdan qarasak deganda bu fiqh maqsudun bizzat nima cho usul fiqh vasila bo'ladi. Amda onda bu filmni vel vadi bu filmni qo'ygan odam kim?
bu filmni o'ttirib qo'ygan adam kim degan kelganda. Xo'sh, endi misha kelganda biz biraz to'xtalishimiz to'g'ri keladi. Bu biraz kengir. Tabiiyki usul fiqh deganda hamma o'tirib qo'ygan kelmasdi. Allohning rasuli. Endi lekin ben va'da deganda nima murod desa, va'da degandan shu bilimni hammani to'plab uniki delillerini, yani hükümlerini delillerini çıkarır. Her bir hükümlerini delillerini tepip delillerini keltirip, ya ki delillerini hükümlerini çıkarıp, ya ki hükümlerini delillerini keltirip, ma hükümünün delili ma hükümünün delili ma, ya ki ma delilden ma hüküm çıkıyor. Deş bilen birge bunu kitap kılıp yeziş. Şunu retleş, tertipler turguz işlerinin de batırdı, vadi de batırdı. Peki kitap kılıp yeziş şart demez. Bunu talip yazısı mı bunu da? Üzü yazsın bunu. Lakin şunu tertiplep, şunda bir ağzını depiliş. Bu şu şart demez. Munda desep de otu adam kim dese, Musa Muhammed ibn İdris el-Şafii rahimahullah. Muhammed ibn İdris el-Şafii rahimahullah. Hoş emdi ne için bunu anda olanda İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah yazmam etken bilmem etken yapmak bilir. Bunu hemmisi şu usul kaidesi boyunca çıkırılık. Demene hükümlerine, fıkıh hükümlerine. 1.250.000 tahminen şu hükümlerini İmam Azam Ebu Hanife uzun tabii ki usul kaideleri boyunca çıkırılık. Lakin bu usul hakkında alaylı bir kitap yazıp kaldırmagan. Bazıları İmam Ebu Yusuf en başta bir kitap, usul hakkında bir kitap yazgan diyorlar ama lakin bu kitap bizge devamlı tükenmegen. Ama şunu olan İmam Muhammed ibn Hasan el-Şeybani rahimahullah'ın zamanı sıddık kelgenden de İmam Muhammed Hasan el-Şeybani rahimahullah'ın iki tane şagirdi bulgan, meşhur şagirdi. Meşhur talibin iki talibi. Biri İsa ibn Aban, yani biri Muhammed ibn İdris el-Şafii rahimahullah. İmam Şafii deydi, ben Muhammed Hasan el-Şeybani'yi 8 yıl hemrah oldum, 8 yıl. Şu 8 yıl ceryanında himle ba'ir. Bir tügü kütüyeli gidek, bir tügü baskıdak kitap bilimle elip geldim de. Bir tüge, yani azıcık bir maşini desek önemli. Bir maşiniga bes mangudek kitaplık bilimlerini al demdeydi o İmam Şafii rahimahullah. İmam Muhammed ibn Hasan Şeybani'nin taliplerinin iki talibi zamandaş bu basa İmam Şafii ile İsa ibn Aban. Biri Hanefi, İmam Şafii uzun Şafii mezhebini oturgan zat. Bula Irak'ta ötken, Irak'ta. Bağdat'ta. Irak'ta ötkenden kin İmam Şafii İsa ibn Aban bilen bir zamanda ötken bir ustazın talipleri. Arasında hem de bir uçmasına bulumu demiş oldu ya, vallahu alem İmam Şafii'nin birge Mısır gücek etken. Çünkü işkeniz tanıtış alim hem de tanıtayım. Tabii ki ulanın fikri okşuması çok. Demişka biri Hanefi. İmam Şafii'nin mezhebi başka. Lakin yine ustazı hürmet kıldı. Hem deslepti İmam Şafii rahimahullah bir kitap yazgan. El-Hücce'de Irak'ta bir Hücce'de bir kitap yazgan. Şu zamanın özünde İsa ibn Aban'ın usul hakkında bir kitap yazgan. Lakin İsa ibn Aban'ın yazan usul hakkında kitabı bizge yetkilenmedi. Ama İmam Şafii El-Hücce diyen kitap ne yazdı? Bunu kendin Mısır'a küçep geldi. Mısır'a küçep geldiğinden keyin taliplerine buyurdu ki meneki Irak'ta yazan kitabını hemen üçü ötama. Üçü ötama da biz yeniden Er-Risale'de yeni bir kitap yazdı. Bu kitapta ala hazırca kiliklik hem usulü yıllarındaki mütekellim yıllarının usulleri asli bu kitaptan çıkıp çıkan. O kitabın şerhi, o kitabın izahı. Şunun için hem de demek bir şey kelgende nimeler işgal edip ketken bu demdi. Usulü yolla işgal edip ketken bu. Biri tarikatul mütekellimin, yani biri tarikatul ahnaf deydi. Bazı tarikatul medresetu ahl-i ra'i deydi Allah'ımı ba. Yani biri medresetul fukaha, yani birisi medresetul mütekellimin de bayırdı Allah'ımı ba. Bu işgal edip ketti. İşgal edip ketken hem de bizdeki nimeler kelgende en deslepte yazgan İsa ibn Aban dedik mi? İsa ibn Aban'ın yazgan kitabı davamlaşıp kelmegen. Davamlaşıp kelenmegen. Ama keyince
bizdeki alimlerimizin köplep alimler ne yazdı? Usul kitaplarını yazdı. Usul kitaplarını yazdı. Ama bu usul kitaplarının içinde en meşhur olanlar neydi? Kim? İmam Ebu'l Hasan Ubeydullah ibn el-Hüseyin İmam Kerhi. İmam Kerhi rahimahullah yazgan kitap. Yani muhim kitaplar biri İmam Kerhi rahimahullah yazgan usul kitabı. Hem de onun şu zamanlarda İmam Ebu Mesrur Maturidi hem Meâhid-i Şer'a'da kitap yazgan idi. Şu zamanlarda. Hem de Ebu'l Hasan Kerhi rahimahullah'ın taliplerinden Ebu Bekir Ahmed ibn Ali el-Cessas Usulul Cessas diye bir kitap yazgan idi. Kitaplarımız kelgen. Hem de onundan keyin dağılmış kişiler aklıma kitap yazıp Ebu Zeyd el-Dabbusi'nin zamanı kelgende Ebu Zeyd el-Dabbusi üzerine Takvimul Edille ve Te'sisun Nazar namlı kitaplarını oturup yazdı. Bunun da Taksimat-ül Erba'a diyen tört taksimi birleşmesinden oturup yazdı. Bu intayın alışık erişti. Hanefi usul fıkhısında intayın çok bir buruluş, özgürlüş oldu diye çekildi. Onundan keyin İmam Fakhrul İslam, İmam el-Bezdevi rahimahullah bir usul kitabı yazdı. Şemsül Eymme Salaksi yani bir kitabını yazdı. Usul fıkhıyla bu. Onundan keyin İmam en ahirde Sırrı Şeria rahimahullah Tenkihul Usul namlı kitabını yazıp usul fıkh en yukarı ölçüge çıkan oldu. Hem de biz hazır kelgenimiz bu ilimdeki biz turatkan kitap Usul-u Şaşi namlı kitap hem de. Hoş. Biz hazır mebde, prensipler hakkında düşünecek sözdeyimiz. Hem de biz hazır okumak olan kitabımız olsa Usul-u Şaşi. Bu kitabın musannifi minel acayip. Minel acayip yani acayip, garayip bir hayran kalaylık iştihadının birinin katarı. Qanday dese tarixte şundak bir yazıcılar ötken. Bu yazıcının kimlikini hiç kim alaveci tahkik yolu bilen bilmeydi. Bu qandak adam, qaysi adam qaysi zamanda ötkenligini bilmeydi. Lekin bunun kitabını Allah Teala şundak bir kabuliyetini yazgan ki bunun kitabıga Allah Teala şundak bir kabulünü yazgan ki koldan kol ötep tedris şeklinde camilerde, ali mekteplerde, üniversitelerde ders kılınıp ügütülüdür. Bunun şu kitaplarının bir kası kolumuzdaki Usul-u Şaşi diyen kitap. Hatta Beykiyuniye diyen bir kitap var. Şu Beykiyuniye diyen kitabının mu musannifini hiç kim okumaydı. Yani tahkik yoluyla okumaydı. Bu kudu şunu ondayım. Hem de bizden turatkan bu alimlik ismi Nizamuddin. Ma'u men lakabı. Ebu Ali Kunidi Muhammed ibn Ahmed ibn İshak Eş-Şaşi. Bu Şaş diyen yani ötkenlik inek. Şaş diyen hazırlıkı Taşkent. Mavaraun Nehir Türk şehirlerden bir şehirden meşhur ki bu hazırlıkı zamanımızda ne batılgan hazırlıkı Taşkent yani Özbekistan'ın payitahtı. Taşkent kadim kısmını bilen Şaş. Mana hem de muşzat şöyle ötken demek bizdeki yani Özbek ya Uygur ya Kırgız degandek alimlar demdi bizdeki alimlerimizde. Bu zat qaysi zamanda ötken deganda intayin ixtilaf bandı. Hem de nimaga qaraganda Abdülhayy el-Leknevi rahimahullah. Abdülhayy el-Leknevi rahimahullah özünün Fevaidul Behiyye fi Teracumil Hanefiye diyen kitabıda yazgan tekstde mundaq deydi. Eş-Şaşi, Şaşi diyen bu Şaşi diyen isim bilen iki mezhepten ulug iki imam meşhur oldu deydi. Biri Hanefi yani biri Şafii. Hanefisi olsa Ebu Ali Ahmed ibn Muhammed ibn İshak. Ahmed ibn Muhammed ibn İshak. Ben ismini almıştım konuşayım Muhammed ibn Ahmed'dir. Ahmed ibn Muhammed. Ebu Ali Ahmed ibn Muhammed ibn İshak. Hem de İmam-ı Leknevi deydi o. Ben baştaki derste söz ötken bu Ebu Ali Şaşi kimden taliplerini geldim ben? Yani İmam Kerhi'nin taliplerini geldim. İmam-ı Kerhi 300 Hicri 340 vefat olan Eş-Şaşi 344 vefat olan. Mao bir sözlerden bir sözüm 344 vefat olan.
Demek ustazının 4 yıl keyin vafot olgan. Ustazı hayat vaktida İmam Kerhi o'zi hayat vaqtida İmam Shoshiga dars o'tishni dars o'tishni bo'lib deb ijozat bergan talib ilm bilan. Nima deydi o'sha yerda Abdulhayy al-Laknaviy rahimahulloh deydiki, Hanafi bo'lgan Shoshi bo'lsa Abu Ali Ahmad ibn Muhammad ibn Ishaq ja'ala lahu al-Karhi at-tadris lamma asabahu al-falaj. Ya'ni İmam Kerhi o'zi falanji kasal bo'lib qolgan vaqtida, falaj kasal kelib qolgan vaqtida darsni siz mening o'rnimda siz o'rgating deb dars o'tishni shuni qilgan edi İmam Abu Ali Shoshi qilgan edi. Endi bu zot Shosh degan yerda Hijriyaning 314-yili vafot bo'ldi deydi. Buni Mulla Ali Qari shunda degan deb Abdulhayy al-Laknaviy rahimahulloh kitobida keltirgan. Endi yana deydiki Abdulhayy al-Laknaviy deydiki, "Qultu Mulla Ali Qari shundaq dedi, men deymanki" deydi Abdulhayy al-Laknaviy. Men deymanki bizga yana bir Shoshi o'tdi. U Shoshi bo'lsa Abu İbrahim Ishaq ibn İbrahim. Yana bu Şafii'den bo'lgan Shoshi avu deydi. Ammo usul ilm usul fiqhida ma'ruf bo'lgan muxtasar usul Shoshidan bu kitobni qo'limizdan hozir zamonimizda qo'ldan qo'lga o'tilayotgan Alhamdulillahillazi a'la manzilatal mu'minina bi kalimi xitobi deb boshlanadigan bu kitob bo'lsa Sahibul Kashf Zunun buning ismini Xamsin deb atagan. Bu kishi bo'lsa bu kitob Nizomiddin Shoshiningdir. Nizomiddin Shoshiningdir. Endi bu zotniki Xamsin deb buning Xamsin deb atilishi bu kitobning yana bir usul Shoshi degan kitobning ismi Xamsin ekan ismi. Nimaga Xamsin deb atiladi desa, chunki musannif bu kitobni yozgan vaqtida 50 yoshda ekan. O'zi 50 yoshdan 50 yoshga vaqt ekan, bu kitobga Xamsin deb ism qo'yilgan ekan. Bu kitobni Muhammad ibn Hasan Xavarizmi Shamsiddin Shoshi deb mashhur bo'lgan bu zot sharh qildi. Bunun avvali Elhamdülillahi ala ma'alim eş-şer'i degan oxirigacha. Buni Hijriyaning 781-yili tamomlagan deydi. Endi yana bir tarixda en kuchli tarixlardandir. Bizning ustozlarimiz deb bergan Al-Jahul Ahval fi hadi, ya'ni bir tarixda 314 deydi. 314 vafot vaqti Abu Ali Shoshining. Yani bir tarafta 344. Yani bu ikisini İmam Kerhi'nin talifi deganini ko'rsatdi. Amma bu kitobdagi 4 qism bo'lingan mutaqobilatlar ham 4 taqsimatul arba'a 4 qism bo'lingan taqsimotlarga qaraganda bizga nimani ko'rsatdi? Bu zotning Hijriya 7-asrlarda o'tganini ko'rsatdi. Ya'ni 600-yillari. Hijriyaning 600-yillari vafot bo'lganligini, 600-700 yil atrofida, Hijriyaning 600 yoki 700 shu atrofda tug'ilib o'sa vafot bo'lganligini kuchlantirdi. Demak, biz uchun bu zotniki qachon tug'ilgan, qachon kelib ketganligi muhim emas. Bu kitobdagi bilimning intayin mustahkam, o'zining qisqaligi bilan, o'zining osonligi, oddiyligi va kuchligi bilan intayin mashhurligi bilan va Alloh taolo qabuliyatni yozib butun fiqh Hanafi fiqh ummatlarga qabul qilib darslik qilib o'tgan mojiatni qarasak, ya'ni bu Alloh taolo inta qabuliyatni yozgan muhim bir kitob ekanligini bilalaymiz. Shuning uchun endi biz bu kitobniki musannifining ismini nima degan bo'ldik? Nizomiddin Abu Ali Ahmad ibn Muhammad ibn Ishaq ash-Shoshi rahimahulloh. Bir rivoyatda 344 vafot bo'lgan. Yana bir rivoyatda 314, yana bir rivoyatda Hijriya 600-yillari vafot bo'lgan. Shuning uchun bu kitobdagi eng muhim bo'lgan masala kitobdagi qisqaligi va intayin foydasi ko'p bo'lgan jihatda muhimdir. Endi bu bizniki musannif bilanki bo'lgan tunishimiz. Endi eng oxirgisi bo'lsa usul fiqh biliminiki Peygamber Aleyhisselam'ın zamanısında bağımıttı yok mu etti? Bunun bunda alaydı bulap kalan diyen mesela kısa çözecek bitimiz. Bu olsa usul fıkhi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanısında var idi. Kan delil ne dese
Avvelen biz Kur'an-ı Kerim izleyimiz delilini. Usul fıkhındaki delili. Usul fıkhının mesela hazır zamanımızdaki yeni zamanın balları var ha. Usul fıkhı olmasın buldu. Usul fıkhını tağut dedik Allah hem var. Ağızgının kelsin dedik Allah. Bunu aldılar biz Kur'an-ı Kerim'de hadisten biraz delilini söyleyebiliriz. Okumak şu an kitabımızdan. Hem de Kur'an-ı Kerim'in bu delili. Usul fıkhının şeriatı onu baykedeki en küçük ikedeki. Allah Teala sünni saadını deydi o. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur rasul ve ulil emri minkum. Fe in tenaza'tum fi şey'in ferudduhu ilallahi ve rasul. İn kuntum tu'minun billahi vel yevmil ahir zalike hayrun ve ahsenu tevila. Emdi Allah Teala ne bir şeyde ey müminler sizler Allah itaat kılınlar. Allah'ın Resulü itaat kılınlar. Sizlerin içinlerdeki ilgileri itaat kılınlar. Eğer bir nesile talaş tartışıp kalsanlar onu Allah'a kaytırınlar. Ve Allah'ın Resulü kaytırınlar. Eğer Allah'a ve ahiret günü işini dığın bolsanlar, yani şu işini Allah'ın Resulü kaytırınlar yaxşıraktır, tevil cihetin yaxşıraktır dedi. Emdi şu ayetinin yüzü kaydıran bolsak, Allah Teala itaat kılınlar, Resulü itaat kılınlar degeni yani Kur'an'a ergişinler, sünnetke ergişinler degen buludu. Yani Kur'an'a ergişinler, sünnetke ergişinler degen buludu. Emdi Müslümanların içinden çıkan ilgilerge ergişinler degeni yani müctehit alimler birlik kelgen hükümlerge ergişinler degen buludu. Çünkü o da şeriat demiş işgiler kim bir ada şeriatın ismi tutkanlar. Şeriat üstüdükiler. Yani müctehit alimler demek için. Emdi tört mezhep imamları mesela nazır. Emdi eğer bir işte talaş tartışıp kalsanlar yani müctehit alimler bir meselede talaş tartışıp kalsa qanday qilish kerak desa yani onu Allah'ın Resulü qaytırınlar degan gap mushuni to'g'ri tarjima qilmaydi odamlar. Bir talash tartışıp qalsanlar Qur'onga sanlar edishgan sana bo'ldi deb deydigan gap bor. Agar Qur'onda bir oyat kelgan bo'lsa uni bir kim talash tartışıp qalamdi o? Bo'ysunchi shart. Hadisda uchiq hadisda bir oyat kelgan bo'lsa, hadis kelgan bo'lsa bir kim talash tartışıp qilmaydi, bo'ysunchi shart. Endi bir yerlik talash tartışıp nerede kelib chiqqan? Kur'an-ı Kerim'de ayet kelmegan. Hadiste ayet kelmegan. Lekin ya ki ayet kelgan ama ayetniki ma'nosi nima? Qat'iy subut bo'lgan bilan qat'iy dilal emas. Ya'ni shu hukmga biz deyotgan hukmga keskin dalolat qilmaydi, %100 dalolat qilmaydi. Ya'ni boshqa ehtimolli yo'llar bor. Munda bo'lib qolgan ahvolda demakchi. Munda bo'lib qolgan ahvolda Allah'ın Resulü qaytırınlar degan nima ish ediki? Nima bu ishni Allah'ın Resulü qaytirish qanday bo'ladi desa, ya'ni talash tartışgan meseleni qiyos qilish orqali, ya'ni nasmi kelmagan, mujtahidlarning ijmosimi kelmagan masalalarda qiyos qilish orqali, ya'ni Qur'onga va hadisga qiyos qilish bilan nima qilinglar, hukm qilinglar degan bo'lmaydi. Uchun men bu ma'nosi. Anladın? Ya'ni Kur'an-ı Kerim'de uçuk ayet kelmegan. Hadisda uçuk hadis kelmegan bir mesele meydana kelsa, bu meselede bunu bunda da talashlar chiqib qolsanglar, bunisida Qur'on-ı Kerim'de şunu illetiga qarab turib, illetiga. Şu ishning illeti bilan Qur'on-ı Kerim'de kelgan bir ishning illeti agar udil kelib qolsa, shuni qiyos qilib turib hukm chiqaringlar degan bo'ldi. Buni ma'nosi. Deydi. Nima? Usul fiqhga mushaqil. Usul fiqh mushaqil so'zlaydi. Endi xo'sh. Endi hadisdan bo'lgan dalilni bir yerda so'zlaymiz. Usul fiqh haqidagi hadisdan bo'lgan bir dalilni so'zlaymiz. Bo'lsa Resulullah'niki hadisi yani Resulullah Muad ibn Cebel radıyallahu anh'ını Yemen'e yolladığı vaqtida nima dedi? Keyfe taqdi iza arada laka qada. Muad radıyallahu anh Resulullah dedi ki eğer sana birer hüküm to'g'ri kelib qolsa sen qanday hukm qilsan? Sening oldinga birer ishqa hüküm qilishga duch kelib qolsang sen birer hüküm qilish to'g'ri kelib qolsa qanday hukm qilasan deganda nima dedi? Muad ibn Cebel radıyallahu anh men Allah'ın kitabı bilen hüküm kılaman dedi. Akdi bir kitabillah dedi. Resulullah dedi ki eğer Allah'ın kitabını tapamıyorsan çoğu fe illem tecid fi kitabillah degende Muaz bin Cebel Azam dedi ki fe bi sünneti Resulillah. Allah'ın Resulünün sünnetine hüküm kılaman dedi. Resulullah dedi fe illem tecid fi sünneti Resulillah. Eğer Allah'ın Resulünün sünnetini tapamıyorsan çoğu ne hüküm kılasa degende şu çağda ne dedi Muaz bin Cebel radıyallahu anh ectehidu ra'yi
ve la alu. Yani ay la aksiru fi ijtihad. Men ijtihad kılıman, meniki öz ra'yim bu ijtihad kılıman, lekin anda bunda qarablam yüzlerce ijtihad kılmayman yani. Qattiq tirishib, izlenip turup, Kur'an, hadislarni istiqra qilib, kamil o'qib chiqib turib, shunda holatni qilaman. O'zimning ra'yi bilan ijtihad qilaman dedi. Demakmish qiyas ijtihadniki hukmdan mush hadisdan yüzden chiqib turadi. Shu vaqtda Rasululloh nima dedi? Rasululloh Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu maydisiga urib turib, maydisiga, shunda maydisiga urib turib, Elhamdülillahillazi vaffaqa Rasulillah lima yurdi Rasulullah. Dedi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muşu meşhur kelimen dedi. Yani Allah'ın Resulünün elçisiga, Allah'ın Resulüne razı kıladigan narsaga, tevfik qilganiga, nisb qilganiga Allohga hamd sanolar bo'lsin. Andab intayin Allah yani bu tevfik, yani muvaffaq bo'lganligini, buniki Allah Taala tarafidan tevfik bilinganligini Peygamber Ayşe'de sözledi. İmam Buxoriy İbn Abbas radhiyallohu anhu aytgan bir hadisda İbn Abbas radhiyallohu anhu deydi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga bir davo gap qolsa, avvalan Allohning kitobini qaraydi. Agar Allohning kitobini topolsa, shuni bilan hukm qiladi. Agar Qur'on Karimda bo'lmasa, Rasulullohning kelgan hadis qaraydi. Agar bu sunnat chiqib qolsa, shuni hukm qiladi. Agar buni Qur'onda mı yo'q, sunnatda mı yo'q, bular qolib qolsa, shu chadagi sahobalarni to'playdi. Ularning yaxshilarini, olimlarni to'playdi, ularning maslahatini so'raydi. Agar ularniki ra'yi bir ishga jam kelib qolsa, shu bo'yicha hukm qiladi. Shu bo'yicha hukm qiladi deydi. Va Umar radhiyallohu anhu shunday qiladi. Demak, bularmi buni ijmoning dalili mana shu yerda. Uchuq chiqadi bu. Demak, biz qiyos, ijmo, ijtihadning hukmlari hammasi chiqib turadi. Endi demak endi buni bir so'zlab o'tsak, dars uzrab ketdi. Asosiy maqsad demak usul fiqh intayin muhim bo'lgan bilimlarning biri. Buni bilmasak qat'iy bo'lmaydigan, islom dinining qonunini tushunaman degan odam usul fiqhni bilish kerak. Fiqhni tushunaman degan odam usul fiqhni bilish kerak. Usul fiqh degan fiqhning dalili. Fiqh degan hukm, shu hukmning dalili usul fiqhdir. Shuning uchun biz usul fiqhga sal qaramasligimiz kerak. Bugungi darsimiz mushtarikchi bo'lsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.